Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Endi sizlarga farzandingizga umuman kravat kerak emas. Sababi ham kreslo bo'ladi, ham bir kishilik kravat bo'ladi. Rossiyskiy mexanizmga qo'yilgan. Ranglaridan muammo yo'q. Bu abrazivga qilganmiz, yengillik hisoblanadi. Bu xolisi bemalol zakaz bersanglar bo'ladi endi. Kravat kerak emas, uylarni katta joy egallamaydi. Hozir sizlarga video obzorini ko'rsataman. Xuddi shuni 2 kishiligi ham bor. Mana ko'rib turibsizlar. 2 kishilik kravatlar, divan bo'ladi, ham kravat bo'ladi 2 kishilik. Hozir sizlarga birma-bir ko'rsatib beraman. O'rtoqsizlar. Ortopedический пружинаlar qilingan. Bu yog'i yotadi mana. Komplektida bitta yastig'i bo'ladi. Toshkent shahar bo'yicha dastavka qilib beramiz. Viloyatlarga dastavkamiz kelishilgan holat. Bir kishi bemalol sig'adi, mana ko'rsanglar bo'ladi. Bemalol sig'adi, ko'rib turibsizlar. Xo'p. Baquvvatligi ko'pchilik nozik deyishayotgan ekan. Uni bizning mahsulotimizga 1 yil garantiyasi bor. Mana. Rossiyskiy mexanizmga qo'yilgan, temir mexanizm bo'ladi. Xuddi shuni 2 kishiligi ham bor. 2 kishilikdan xoslik ko'rsatib beraman. Narxini bilish uchun kommentariyada plyus qoldirib ketinglar. Qaranglar, qanaqa udobniy. Mana yig'ishtirilishlari ham oson. Ko'rib turibsizlar. Xizmatinglarni qiladi. Yastig'i ham bor. Xolisinglar o'tirib, bemalol kofe-pofilarni ichmay qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Endi 2 kishilik ko'rsatadigan bo'lsam, 2 kishiligi mana yastig'larni o'zini rangini qilib beramiz. Hozir yastig'i tayyor bo'lmaganligi uchun qo'yib turibmiz. Tikuvchimiz tikib beradi. Buni razmeri 2 metr, uzunligi 1.90. Buni razmeri eniga 1 metr, uzunligi 1.90. Materiallari polmoyishchi hisoblanadi. Bemalol himchizlik qilib ishlatsanglar bo'ladi. Namlatlarda artsangiz dog'larini ketkazsanglar bo'ladi. Narxini bilish uchun kommentariyada plyus qoldiringlar. Bizda assortiment juda ko'pda. Toshkent shahar bo'yicha dastavkada qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.